Do'stlar, hammaga salom. Ushbu videoda men sizga mobil telefoningiz yordamida masofaviy serverni qanday sozlashni ko'rsataman. Savol shundaki, masofaviy serverning maqsadi nima? Va bu birinchi navbatda maslahatchilardan foydalanmoqchi bo'lsangiz kerak. Maslahatchilar siz uchun 24 soat 7 kun savdo qiladigan robotlardir. Buni amalga oshirish uchun vaqti bilan ochib turadigan ishchi kompyuteringizdan foydalanish shart emas, lekin robot 24 soat 7 kun ishlash kerak. Shuning uchun masofaviy serverlar kerak. Avvalo, siz saytni ro'yxatdan ochishingiz kerak. Menda ushbu videoning tavsifidagi havolalarda veb-sayt bor. Va keling, men qilayotgan hamma narsani qilaylik. Men sizga to'g'ri masofaviy serverni qanday tanlashni ko'rsataman. Keling, ushbu saytga o'tamiz va albatta ro'yxatdan o'tamiz. Endi siz qancha savdo maslahatchilariga ega bo'lishingizni hal qilishingiz kerak. Agar sizda bitta savdo maslahatchisi bo'lsa, unda siz juda oddiy masofaviy serverni o'rnatishingiz mumkin. Shuning uchun yuqori o'ng burchakda WIDSni tanlang va o'zingizning konfiguratsiyangizni yarating. Mayli, keling, bosqichma-bosqich ko'rib chiqaylik. Operatsion tizimni tanlash. Men Windows 2012 ni tanlashni tavsiya qilaman. Biz tanlaymiz. Keyinchalik masofaviy server uchun standart sozlamalar avtomatik ravishda yuklanadi. Siz ulardan foydalanishingiz mumkin. Bu yerda biz oyga taxminan 1176 rubl olamiz. Agar siz pulni tejashni istasangiz, hatto minimal darajada kamaytirishingiz mumkin. 1 GB operativ xotirani o'rnating. Hamma narsani minimal sozlamalarga o'rnating. Disk hajmini 40 GB da qoldirish tavsiya etiladi. Asosan shunday, bu yetarli bo'ladi. Keyin biz pastga tushamiz. Biz bu yerga hech narsa qo'ymaymiz. Biz antivirus dasturini o'rnatmaymiz. Shunday qilib, bu yerda biz buyurtma berishni tanlaymiz. Biz 748 rubl oldik. Buyurtma berishni tanlaymiz va bu yerda muhim nuqta, eng yaqin shaharni tanlashimiz kerak. Joylashuvingizga ko'ra aytaylik, agar siz bu yerda ko'rsatilgan shaharlarda yashamasangiz, sizga eng yaqin bo'lganini tanlang. Men Sankt-Peterburgni tanlayman. Bu yerda biz tanlagan konfiguratsiyaga egamiz. Biz biror narsani sozlashimiz mumkin. Keling, pastga tushaylik. Bir oy va to'lashni tanlang. Bu yerda biz qutilarni belgilashimiz va to'lovni tanlashimiz kerak. Keyin bizdan bank kartamizni kiritish so'raladi. Pastga aylantiring va siz tezkor to'lov tizimini tanlashingiz yoki rus kartasini yuklashingiz mumkin. Bu yerda biz raqamni kiritamiz. Kartalar va pullaringiz avtomatik ravishda yechib olinadi. To'lovni amalga oshirganingizdan so'ng server yaratilishi va barcha ma'lumotlar elektron pochtangizga yuborilishi uchun 10 dan 15 daqiqa kutishingiz kerak bo'ladi. Qanday ma'lumotlar? Bu serverning ip manzili. Shuningdek, siz hisobingiz uchun login va parol olasiz. Shunday qilib, mening serverim yuklandi. Endi men yuklab olishim kerak. Telefon uchun maxsus dastur. Agar sizda iPhone yoki Android bo'lsa. Agar sizda iPhone bo'lsa, App Store'ga o'ting. Windows yozish. Mobil ilova. Bu shunday ko'rinadi. Men uni allaqachon yuklab olganman, ochaman. Keyingisi. Agar siz telefon yordamida masofaviy seriyani ochmoqchi bo'lsangiz, unda siz hamma narsani telefoningizda qilasiz. Albatta, u yerda juda qulay bo'lmaydi. Shuning uchun, agar bularning hammasini kompyuterda qilish imkoni bo'lsa, hamma narsani kompyuterga o'rnatganingiz ma'qul. Lekin bizda bunday video borligi uchun, ya'ni hamma ishni mobil telefon yordamida qilayotganimiz uchun, men o'z telefonimda ko'rsataman, namoyish qilaman. Yuqorida plus belgisini tanlaymiz, so'ngra pini tanlaymiz. Keyinchalik kompyuter nomi joylashgan ip manzilni ko'rsatishimiz kerak. Buning uchun biz yana veb-saytga o'tamiz. Va bu yerda ip manzil yuklanadi. Men uni nusxa ko'chiraman. Men orqaga qaytib saqlash tugmasini bosing.
Shunday qilib, endi bizda qurilma bor, ulanamiz. Keyinchalik domen, nom, parolni ko'rsatishimiz kerak. Uni qayerdan topsam bo'ladi? Keling, saytga qaytaylik. Biz foydalanuvchimiz administrator ekanligini ko'ramiz. Biz uni nusxalaymiz. Biz o'zimizni va parolni bu yerga kiritamiz. Parolni ko'rsatishni tanlang. Shunda bizning parolimiz paydo bo'ladi. Uni nusxalash. Biz dasturga o'tamiz va davom etishni tanlaymiz. Va endi masofaviy serverning o'zi yuklanishi kerak. Shunday qilib, bizning telefonimizga Windows yuklangan. Shunday qilib, biz uzoq serverga kirdik. Va keyingi videoda men sizga savdo maslahatchisini qanday o'rnatishni aytib beraman. Va 24 soat 7 kun savdo qilish imkonini beradigan savdo robotlaridan qanday foydalanish kerak. Tomosha qilganingiz uchun barchangizga rahmat. Like bosing va ushbu kanalga obuna bo'ling.